Assalomu alaykum, hurmatli kimyogarlar. Demak, sizlar bilan quyidagi masalaning yechimini ko'rib chiqamiz. 42-savol. 49% 200 gramm sulfat kislota eritmasiga 36,5 gramm sulfat kislota ko'paygan 0,6 ta oltin gurt olti oksid tarkibli oleum qo'shilganda hosil bo'lgan eritmaning foiz konsentratsiyasini aniqlang degan. Demak, bizda 200 gramm bor edi. Qo'shildi oleum 36,5 gramm. Eritmamiz 236,5 gramm bo'ldi. Demak, umumiy eritmada 98 gramm sulfat bor. Umumiy olganda. Xo'p. Oleumimiz sulfat ko'paygan 16 ta oltin gurt olti oksid. 98 gramm sulfat kislota va 80 buni massasi 0,6 ga ko'paytirsak 48. Umumiy 98 ga 48 ni qo'shsak 146. Bizda 36,5 gramm bor. O'shani qancha qismi oltin gurt olti oksid va qancha qismi sulfat kislotaga tegishliligini bilib olishimiz kerak. Proporsiya usulida 36,5 ni 98 ga ko'paytirib 46 ga bo'lsak 24,5 grammi sulfat kislotaga tegishli ekan. 36,5 dan 24,5 dan ayirsak 12 gramm oltin gurt olti oksidga tegishli ekan. Xo'p. Demak, mana bu 12 gramm oltin gurt olti oksidimiz bor-ku, bu suv bilan reaksiyaga kirishib sulfat kislotaga o'tadi. Mana suv bilan oltin gurt olti oksid reaksiyaga kirishib sulfat kislota hosil qiladi. 80 dan 98 gramm, 12 grammdan qancha desak, 12 ni 98 ga ko'paytirib 80 ga bo'lsak 14,7 gramm sulfat kislota hosil bo'ladi. Umumiy sulfat kislotamiz bu yerda bor edi 24,5 gramm plus mana bu yerda hosil bo'lgan 14,7 gramm. Umumiy eritmada 98 gramm sulfat kislota bor edi. 98 gramm yig'ib chiqsak 137,2 gramm sulfatlar soni, sulfat kislota soni umumiy massasi kelib chiqadi bizda. Foiz konsentratsiyasini topsak 137,2 ni bo'lamiz umumiy eritma massasi 236,5 ga bo'lib 100 ga ko'paytirsak bizda 58% kelib chiqadi. Demak, to'g'ri javobimiz B javobi.